Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Ana shu karamni 50 ming so'mga sotaman. Olasizmi? Ozgina pul kerak edi. Berasizmi 50 ming? Savob uchun. Olasizmi 50 mingga? Lekin rozi bo'lib bering. Rozimisiz? Olasizmi? Bering. Ham karam. Bu yerda 300 ming so'm pul bor edi. Aka, sizni tabriklayman. Men yaxshi insonlarni qidirib yurgandim va Instagramingiz bormi? Kiring. İlk konkurs boshlagan. O'zingizni taniysizmi? Siz Hakim pul. Ana. Ana nima ikkilanasiz unda? Xo'p, menga obuna bo'lgan bo'lsangiz, aka, pulingizni qaytarib beraman. Agar menga va homiylarimga obuna bo'lgan bo'lsangiz, men bu Redmi telefon yoki men shu 10 million so'mdan 2 millionni sizniki bo'ladi hozir. Mana shu ikkalasidan bittasini tanlaysiz. Voy, yo, Buxoro nima gap? Men bu akajon menga obuna bo'lganingiz uchun 120 ta homiy bor. Hammasiga mana shuna obuna bo'lib chiqing. Har kun 21:00 da, har kun 21:00 da jonli efirda pul bilan telefonlarni tarqataman. Balkim yutsangiz aka. Shartlari oddiy aka. Videoga like bosasiz, o'nta do'stingizni belgilaysiz va o'nta do'stingizga jo'natib qo'yasiz. Tamam, men obuna bo'lgan homiylarga obuna bo'lasiz va pul bilan telefonlar balki yutsangiz aka. Balki yana ko'rishib qolsak. Kuzataman. Haqqoni ekanmi? Haqqoni. Qanchadan beri kuzatasiz? Obuna bo'lganiga 2 yil yaqin bo'libdi. 2 yilga yaqin bo'libdi. Bir kun babi chiqib qoladi deb kutgandingizmi? Chiqarman deb o'ylagandim, lekin chiqishim ishonmagandim. Gap yo'q, gap. Obuna bo'lmaganlarga nima deysiz o'zi? Obuna bo'lmaydi. Haqqoni ekanmi? Ishonchlimi? Hech qanaqa tanishim emasmisiz? Birinchi marta ko'rishyapmizmi siz bilan? Ko'p kishi tanishiga beradi, bu deydi. Aka, salomat bo'ling. Rahmat.